Sogdiana Samkoch hududida bitta 2 xonalik lyuks kvartirachamiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizning kuzatib boruvchilar. Xo'p, kirish qismimiz chiroyli ta'mirlangan. Полноценный 2 xonalik 7-chi qavatda bo'lyapti. Bu yerda bitta turizm zona qilingan. Общий sanuzli, dush va kabina qilingan. Bu yerda oshxonasi, холодильник, o'tirib ovqatlanish zonasi va oshxonachamiz. Deraza mavjud. Mo'ykalarni qarang, zolotisi. Va bu yerda barcha elektroduxovka, mikrovolnovka va kir yuvish mashinasi barcha texnikalari bilan tayyor. Olasiz, mazza qilib yashaysiz. Chiroyli, sifatli mebellardan qo'yganlar. Bu yer esa yotoqxona, turimo, duxspalni kravatlar, ajoyib shkaflar va keyingisi bu mehmonxonamiz. Uголок mehkam mebellar qo'yilgan, televizor, TV zonani mana shunaqa chiroyli postavkalar qilingan va bu yerda balkonimiz mavjud. Samarqand shahar Samkochda joylashgan 2 xonalik 8 qavatlik novostroykamizda 7-qavatda joylashgan, liftlari bor, kadastr hujjatlari bor. Umumiy kvadraturasi 70 metr kvadrat, narxi 65 ming $. So'rayapti, yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastdan nomerlar qoldiraman. Bizga murojaat qilinglar. Narxini kelishtirib chiroyli qilib olib beramiz. Bizani qolib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosishdan chiqmasin. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar olish nasib etsin. E'tibor uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.